Qahramon aka, salondan u yangilik ko'p turibdi. Uka, yangilikning bombasi bo'lib turibdi. Nechta yangilik o? 12 strekkerlarga bor-ku, Ava. 2 million so'm keshib qaytib berdi. 2 million so'm. 2 million. Молодец. Rasurchkagami? Rasurchkaga 26 narxdan mashinalar, farqi yo'q. Mashinalarning ishlab chiqarilgan yilidan bir ayting buni. Mana buni qara. 5 kunlik mashina bu 06 24 deb qo'ydi. Shu oyning 24'inde chiqqan, ha? Shu oyning 24. Ana молодец. Yine Tracker LS eng arzoni, ha bu. Ava. 220 milyon 900 ming so'm mashinaning bahasi. Ichki ranglardan bor ana shuni. Xalagan svetidan topib beraman uka kelsa. Oh, молодец ana. Bundan keyingi 244 ligidan ham xalagan sveti bormi bizlarda? Mana ichida 12 Trackerlarimiz ham hammasi ana shunda so'ngda ishlab chiqarilgan, to'g'rimi? Qarang, 2 million so'm cashbackning muddati qachongacha? Shu oyning oxirigacha. Shu oyning oxirigacha. Xudo xolasa poligin ham qo'shib beraverasizmi? Beraman uka. 2 million so'm cashback va Poligin poligin ham sotib beraman uka. Nima deb o'tiribsiz? Hurmatli obunachilarimiz, kelaverasizlar avtosalonimizga.